Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alloh taologa shukronalarimiz bo'lsinki, mana azizlar, yangi masjidni ham, mana shukrona ihsonni ham mana chiroyli tarzda mana o'tkazmoqdamiz. Bu yerga bu yangi masjid uchun qurib bitirgan usta akalarimiz barcha bu yerga hissalarni qo'shgan, avvalambor yer ajratib bergan, qancha bu yerda xizmat qilgan, maslahati bilan kimlardir moddiy tomonlama, kimlardir ma'naviy boshqa ham fikrlari bilan yordam berganlarga barchalaringizga kattakon rahmat deb tashakkurimizni izhor qilamiz. Azizlar, bu taqdirlash marosimini boshlashakda bu yerda xizmat qilganlar juda ham ko'p. Avvalambor bu xizmatni, masjidni qurilishligida avvalambor o'sha Rustamjon domlamiz boshlab berganlar. Undan keyin muhtaram Elbek domlamiz, ustozimiz boshqardilar. Qancha mana mehnatlari sindi bu yerga, qancha mehnatlar, ustalarni olib kelib, qancha bu yerga ancha xizmatlari sindi. Alloh taolo rozi bo'lsin ustozimizdan. Va shu Elbek domlamizni davrida mana shu Ko'ngillar sultoni tomoniga, ya'ni tashabbus ko'rsatib Ko'ngillar sultoniga topshirilgan edi va Ko'ngillar sultoni jamoasi buni hozirgacha bitirib ancha bu yerga katta hissalarni qo'shdilar, xizmat qildilar. Alloh taolo ularning xizmatidan rozi bo'lsin. Bu yerda azizlar juda ham ko'pchilik ismlari bor. Kimlardir xizmat qilib o'tib ketganlar, Alloh rozi bo'lsin. Hammalarini bu yerda o'tganlarni, Allohim xizmat qilib o'tganlarni jannati naimlarda, jannat mevalarida, bog'larda yurishni Alloh o'zi nasib aylasin. Bu yerda biz xizmat qilishligimizda ozgina bo'lsa ham yaqinda boshlagan bo'lsak, bu yerdagi ismlarni aytib ulgura olmaymiz. To'g'risini aytganda ko'pchiligini tanimaymiz. Keling shuni shu Ko'ngillar sultoni jamoasining raisi Husnudxon akamizni bu yerga taklif qilsakda, bular ismlarini aytib xizmat qilganlarni bir qator taqdirlab olsak. Marhamat, sizlarga. Xudoyimni yaxshi ko'rgan bandalari hammalarga xush kelibsizlar. Avvalida domlalarimizdan, qora akalarimizdan ming bor uzr so'rayman bu joyga chiqib gapirganligimiz uchun. Bizni xato qilib qo'yishligimiz haqiqat-u, lekin sizlardan qattiq iltimos qilaman, shu ozgina fursatlaringga rozi bo'lasizlar. Ozgina fursatda duo qilib turinglarki, shu bola adashib qolmasin deb duo qilib turinglar, iltimos sizlardan. Tezda boshlasak-u ko'pchilikni vaqtiga xiyonat qilib qo'ymasak bo'laveradi. Bu joyda asosiy yaxshilik qilgan insonlar birinchi aytib olaylik, sanab olaylik. 5 yil davomida ular hazil mehnat qilmadi, hazil himmat qilmadi. Shular bir qator sizlarga aytib o'tsak-u, keyin xizmatchilarga o'tsakda, bu joyda yer bergan do'stlarimiz bor. Oxiratiga ishlab qo'yganlar desak bo'ladi. Simin bergan do'stlarimiz bor, almatura berishgan, shag'al va metpisoklarni ayamasdan berishgan bitta opamiz bor. Hamma g'ishimizni olib berganda, ilohim Hadicha onamga beriladigan maqomdan Xudoyim bersin. Hop, piltalarni olib bergan, temir ketadigan bo'lsa, hamma temirlarni olib berishgan. Minora bormi, gumbazga yordam qilgan do'stlarimiz bor. Mana shu joyda o'tirishibdi-da, o'zi asli sanayman desam juda ham ko'p-u, lekin haliga aytganda qo'rqaman vaqtlarimga xiyonat qilishdan. Tahoratxonalarga qancha yordam bergan do'stlarimiz bor. Xudo rozi bo'lsin. Ustalarimiz bor. Endi ustalarimizni aytmasam bo'lmaydi, chunki o'sha ustalar bor. Masjidimiz juda chiroyli bo'ldi-da. Simen qilgan ustalarimiz bor, g'isht qilgan ustalar bor. Suvog'ini qilib bergan ustalarimiz bor ekan, addelchik ustalarimiz bor. Domla alohida duo qiling shular dedi.
alohida ismini zikr qiling, domlalarimiz duo qilib bersa deb. Montyorlarimiz bor, santexnik ustalarimiz kelishgan ichimizda o'tiribdi. Bruschatkasini, so'kirini bosib bergan ustalar borda. Svarchi ustalarimiz bor, ko'zim tushdi hozir, Xudo rozi bo'lsin. Akfachilar bor. Tomimizni yopib berganlar bor. 5 yil davomida, azizlarim, 5 yil davomida mana shu yerda qattiq xizmat qilgan hasharchilarimiz borda. Xo'p, endi asosiy qismga o'tadigan bo'lsak, bu joyda masjidimizga yer bergan Azizbek degan bir qadrdon do'stimiz bor desam bo'ladi. Yoshligimizdan katta bo'lganmiz. Yoshligidan orzu qilib yurardi ekan, shu masjid quraman, masjidga yer beraman deb. Xudo niyatiga yarasha beribdi-da, shu joyga menimcha Azizbek tashrif buyurgan. Shu yigitni chaqirsak-u, bir to'nimiz bor, berib bir ikki og'zim so'zlab bersa-da, mana shu yigit. Azizbek, shu yerdamisiz? Keling. Azizbek kelguncha yana bir gapni aytib turayin. Ayrim insonlarga so'z beramiz, ahli ilm domlalarimizdan tashqari ozgina fursatdan gapiramiz xolos. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar, iltimos. Chunki domlalarimizda nasihatlaridan foydalanib qolishimiz kerak. Keling Azizbek oshna. O'tinglar. Oshna, sen kam bo'lmagin, tika tur. Xudo rozi bo'lsin. Alloh sendek farzandni tarbiya qilgan ota-onangga mingdan ming rahmat, kam bo'lmagin. Bir tabrik yigitlar ikki og'zim gapirib qo'ysang. Domlarni olamiz. Opo'nim. Yo'q, yaxshi. O'rtoq, senga ham katta rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Shu to'nda muboraklik kiyib yurasan, xursand bo'lamiz. Xo'p, bu joyda shu Ko'ngillar sultoni jamoasiga Elbek domlamiz, Xudo rozi bo'lsin, yaqin 3 yil davomida topshirdi, 3 yil bo'ldi. Bizni baribir ustozing bo'lar ekan-da har bitta sohada. Akmal hoji degan bir akamiz bor, bizga shu sohada ko'p nasihat ham qiladi, ko'p so'kib ham turadi. Xudo rozi bo'lsin. Shu kishini chaqirsak, keling, hojiga bir ikki og'zim tabriklab berasiz endi. Bu masjidni xalqimiz bizga ishonib topshirdi. Alloh taolo buni bitirishni nasib qildi hammamizdan. Chetdagi aka-ukalarimiz, bu baliqchi xalqi, hammamizga Xudo muborak qilsin. Bu joyda ibodatlar davomli qilsin. Bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling. To'nini beringlar ustoz. Xo'p, bu insonni sherigi bor edi. Hozir Alloh domlamiz aytgandek, Rustamjon domlamiz, Xudo rozi bo'lsin, mana shu ishni boshlab berib ketganlar. Shunchaki xayrli xalq xizmatini Xudoga ko'p yashasin, umrlari uzoq bo'lsin. Bu joyda o'z asli domlalarimiz aytadi, o'limni orzu qilib bo'lmaydi dedi-yu, haligi ba'zan shunaqa o'limingdan bergindagilarga ham kelib ketib qoladi-da. Ismoil usta bobomiz bordi, oxiratlari obod bo'lsin. Sizlar taniysizlar usta bobomni, o'tib ketganlar. Abduxoliq hoji bobomiz bor edi, mana shu xizmatda o'tib ketdilar. Sobirjon akamiz Yunusov degan odam ham bor edi. Puliga degan akalarimiz biladi, mahallalar aylanishib. Baxtiyor hoji bobomiz Oxunov juda ham oxirida yakunda juda chiroyli o'lim topdi. O'g'illarini taklif qilganmiz. Xudo rozi bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bu xizmatda ichimizda o'tiribdi bitta inson bor. Shu joyda tunu kun xizmat qilgan. Endi Xudoyimda taqdiri ekanda kimdir olamdan o'tar ekan, kimgadir bemorlik yuqar ekan, bu odam o'zidan kechirim so'rayman, u ikkala oyog'i ham shu yaxshilik xizmatda ketib qoldi dadamlar. Mana shu odamga so'z navbatini berib, mikrofonni olib bering ehtiyojim Sobirjon akamga. Bir ikki og'zim bir shu odam doim telefon qiladi, tahajjudga tursam, mana shu xizmatdagilarga duo qilaman dedi. Qarang. Xudoyo umringiz uzoq bo'lsin. Hozir ham yig'lab o'tiribdilar, ko'p yashasin Xudoyo. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men hozir juda hayajondaman. Allohdan tilovdim. Oyog'im bo'lsa, seni bitguncha xizmat qilaman deb, lekin nasib bo'lmadi. Lekin harakat qildim. Hammalaringga rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Rahmat Sobirjonga. Rahmat Sobirjonga, kam bo'lmang.
Xudoyo ko'p yashang. Rahmat Sobirjon aka, ko'p yashang. Hop, bu joyda xizmat qilgan odamlarni hozir men ismini aytaman. Bu insonlarga bu sovg'ani keyin beraverasizlar, chunki vaqtimiz hali yetgan. Bu joyda qo'shni hoji onamiz bor, bilasizlar-a? Mana shu joyga ustalarni birinchi ehsonini mendan olasizlar deb hech kimni yoniga yo'latmadi. Xudo rozi bo'lsin. Uni o'g'illari bor, Mavlon akam, Javlon akam, akalarimizdan Xudo rozi bo'lsin. Kelin-ketalar bilan shu idish-tovoqlarni yuvib berishdiki, Xudoyo oxiratlari obod bo'lsin. Mo'min hoji buvam Xudo rozi bo'lsin. Olim hoji buvam bor bu yerda. Adaham akamiz buxgalter qancha xizmat qilib berdi, Xudo rozi bo'lsin. Povurlarga yordam bergan Sobirjon akamiz bor. Yana povurlarga yordam bergan Solijon akamiz bor. Qosimjon aka prorabimiz bor. Bu kishidan ham Xudo rozi bo'lsin. Javohir usta ajoyib xizmat qilib bergan. Tajiqo'z akamiz Allohning baytini qo'riqlab qorovulchilik qilib bergan. Xo'p, Bahram akamiz bor, Labo, Qora akamiz doim xizmat etsak, bugun ham shu bir dunyo xizmatimizni qilib berdi. Xudo rozi bo'lsin. Jaloliddin Ahmedov. Bu kishi juda ham o'zi baquvvat bo'lishiga qaramasdan kuchini haqiqiy Allohning yo'lida sarf qil desak bo'ladi. Kam bo'lmasin. Taksist Nurullo oshnamiz bor. Qanaqa xizmat etsak, yetim bolalarnikimida, Allohning baytimida doim labbay deydi. Bu kishidan ham Xudo rozi bo'lsin. Azamat akamiz bor, Habibullayev. Odiljon buvamiz o'sha asosiy prorablarimizdan, shu Ixtiyorjonda ustoz desak ham bo'laveradi. Fahriddin akamiz oxirida juda astoydil bo'lib qoldi. Bularga bu sovg'amizni berasizlar keyin. Hop, bu joyda sinfdosh insonlar bor. Asha Sobirjon akamning sinfdoshlari, Abdumajid akam, Bozorov akam. Yana endi sinfdoshlarni sanasang vaqt o'tib ketib qoladi. Ajoyib xizmat qilib qolishgan insonlardan-da ular. Hop, bu joyda keyin qurilishligiga, tijoratchilarning oldiga borib o'zini qandaydir ma'nodagi obro'ni to'kib deymiz. Qanaqa bo'lsa ham shu baytga pul yig'ib kelgan insonlar bor-da. Taji Muhammad akamiz bor ekan, Eshon buvamiz bor ekan, Xudo rozi bo'lsin. Bularga to'n kiydirasa, xo'pmi? Muhammad Ali buvam bor ekan, Muhammad Ali buvamdan ham Xudo rozi bo'lsin. Ko'p xizmat qildilar. Asosiy odamlarga yetib kelibmiz. Asosiy odamlarimiz bor ekan. Ilhom hoji buvam, safarda ekanlar, duo qilib qo'yasizlar. Baxtiyor hoji buvam bor. Doim shu o'zini ovozini balandligi bilan ham ko'p xizmat qiladi. Bu odam qabul qilgan bo'lsin xizmatlaringizni. Alijon akam Power bor. Mana shu joy boshlangandan beri xolis xizmat qiladi. Ba'zida shu inson shunaqa qilar ekanki, men yaqinda eshitib qopman, salatiga narsa topilmay qolsa, o'zini yonidan salat qilib berar ekan. Qarang, Xudo rozi bo'lsin. U odam ham Xudoya ko'p yashasin. Endi bu joyda bir ismini aytmasa bo'lmaydigan odamimiz bor ekan. 5 yil davomida, endi aytsam hozir bugun odam hijolat bo'lmasa kerak-ku, qorayib, kuyib ketdi-da bu odam. O'zi 75 ga kirgan, bugun masjid boshlangan bo'lsa, bugun topshirilayotgan bo'lsa, bugun ehsoni bo'lsa, bugungacha mana shu joyda xizmatda qildi-da. Bu odamning ismi Rasuljon buva. Masjidda menimcha chiqing keling Rasuljon buva. Bugun kun kelsam bu joyda sovuqda, juda ham sovuq. Hech kim yo'q ekan. Men aytdim, hech kim yo'q shekilli desam, bir burchakdan chiqib kelyapti Husniddin. Allohning bayti bitguncha men qayga ham ketaman uka deb. Keling hoji buva, siz bir ikki og'zim tabrik qilib berasiz. Siz qancha tabrik qilsangiz arziydigan ish qilib qo'ydingiz, hoji buva, keling. Assalomu alaykum, hurmatli odamlar. Meni shu o'zini uyida qatnashishga imkon bergan Yaratganga shukr. Amin. Yaratganga shukr. Hammalaringga rahmat. Butun baliqchi qatnashdi bu qurilishida. Shular qatorida men ham borman. Duo qilib qo'yasizlar. Rahmat. Rahmat hoji buva. To'ningizni olib ketasiz hoji buva. Bu to'n oddiy to'n emas amma. Xo'p, bu joyda qurilishi sizlarga yoqdimi masjidimizni? Haligi dizayn sohasi deydimi? Shunaqa sohasi. Bu joyda yoritish tizimini olib bergan akalarimiz bor. Biz biron bir xizmat etsak, labbay degan akalarimiz bor. Bulardan ham Xudo rozi bo'lsin. Qurilishini ikkita yosh bola qurdi desak ham bo'laveradi. Odiljon akamizni shogirdlari, sizlar yaxshi tanisizlar. Allohberdi akamiz bilan Ixtiyorjon degan yigit qurib berdilar. Buni hammalang tanisizlar, bular o'rnidan turish shart emas, lekin bularni dunyoga kelishligiga sababchi bo'lgan dadalarni alohida taklif qilganmiz. Shu o'rnlarda turib qo'ysalar bo'ldi. Hoji buvamdan Abdurahmon hoji buva turing. Mana shu odamning haqqiga bir duo qilamiz. Chunki bular endi siz bizga xizmat qiladigan farzandni tarbiya qilib bergan ekan. Xudo rozi bo'lsin. Ko'p yashanglar sizlar. Xo'p, bu joyda Elbek domlamizga kattadan katta rahmatki,
adashmasam 3 yillar avvalida domla topshirganingizga 3 yillar avval bizda jamoaga ishonib topshirdida, shu odam agar bizga topshirmaganda biz bunaqa xizmatni qila olmas edik. Bu masjid bitardi, lekin chunki taqdirotga yozilgan, bitadi, Alloh o'zining baytini bitirib oladi. Lekin bizni shu Ko'ngillar sultoni jamoasiga ishonch bildirib Baxtiyor Hojibom ikkalasi mana dunyoda ham oxiratda ham tan olaveramiz. Xudo xolisa shu odamlar topshirgan Elbekdomla chiqingda bir ikki ozim tabrik qilib bermasangiz bo'lmaydilar domla. Domla o'zi ruxsat berdilar. Keling. Assalomu alaykum. Domla to'ni bor, to'ni. To'ni shaydami? Sizlar bering. Alhamdulillah, shunday go'zallik chiqaramiz. Bunaqa ishlar masjid barcha yo'qmiz. Bunaqa go'zal masjid yo'qmiz. Bunaqa ajoyib tezlik bilan bitkazishning ham oson emas. Bunga haqiqatan husnudin ukamiz izoh berdilar. Haqiqatan jamoatimiz qanchalik o'ylaydi boshda. Agar shu bilanimiz hozir inson o'shanda yonimizga kelmaganida so'raymiz. Alloh subhanahu va taolo shunaqa imkoniyatni faqat bu yerda jamoatga bergan bizlarni nasihatlarni, bizlarni maslahatlarni, bu yerda haqiqatan katta xizmatlar bor. Barchalarga tashakkur. Bunga Alloh subhanahu va taolo ta'olasi bor. Alloh subhanahu va taolo bunday masjidlarni qiyomatga va Allohga iymon bilan qiladi. Alloh subhanahu va taolo bunga qiyomatga ishonchimizni va Allohga bo'lgan iymonimizni nasib etsin. Assalomu alaykum. Katta rahmat domla, bu to'ningizni olasiz. Endi bu joyda xabarlaring bor. Adashmasam Izboskan tomonidan bir ustalarimiz kelgan, o'zlari qo'yi bilan kelib, tahoratxonaga shunaqangi mehnat qilganki, hozir shu topda Robbi taolo olib keldi hayolimizga. O'zlari qo'y so'yib, ehson qilib, yarim kechalargacha uringan. Ilohim Xudo rozi bo'lgan bo'lsin. Endi bu joyda Elbek domla, birinchi Rustamjon domlamiz boshlab edi, xabaringlar bor. Keyin Elbek domlamiz xizmat qildilar. Oxirida Alloh ber domlamizdan ham Xudo rozi bo'lsin. O'zi 97-yil bola. Qarang. Mana shu joyda havas qilsangchi, havasingga yetasan. Qani endi meni ham o'g'lim shunaqa yosh bo'lib turib masjid qursa edi. Yosh bo'lib turib diniga xizmat qilsa edi-da. Yosh bo'lib turib Qur'oniga xizmat qilsa, xalqiga xizmat qilsa. Bu baxt, bitta insonga beriladigan baxt, bundan ortig'ini ko'rasizmi? Ilohim bu insonni dunyoga keltirgan ota-onasiga million martadan rahmat. Million martadan. Buni odobiga men qoyil qolganim kech ilgari kun edi. Domla dedim, siz o'zingiz tanishtiring, yaxshi bo'ladi desam, "Jon aka, men unaqa xijolat qilmang. Siz tanishtiring, siz eskitdan ishlab turibsiz bu joyda" deb topshirganligiga shunaqangi quvondiki, ilohim Robbim dunyoda ham oxiratda ham Alloh ber domlamizni quvontirsin. Shunaqangi xizmatlarni to uzoq yillar qilib yursin. Bu odamni ham dadasiga kattadan katta rahmat. Alloh ber domlani ham bu yerga chaqirsak-ku, to'nga loyiq ish qildi-da. Keling domla, bir ikki ozim tabrik bildirib berasiz endi o'zidan. Bu yerda faoliyatimizda uncha ko'p bo'lmagan, o'sha 1 yil davomida bu yerda menga yordamlashib atrofda hojibolarim, ustozlarimiz, ayniqsa men rosa havas qilardim. Mirzabosim masjidida Sherali domlamiz, Sherali domlaga havas qilardim. Domla, siz qanday shu yo'llarni ko'rsating, meni tajribam yo'q. Men bunga qila olmayman bu narsani. Siz menga yo'l ko'rsating deb domlamiz, ustozimiz shu Sherali domlamizdan iltimos qilib, shu yoniga borib, maslahatlarini olib, rosa avval ham biz domla masjidni bitirganlarida biz talaba edik. Talabalik davrimda shunday xizmat qilsam, qani edim domlaga o'xshab deb rosa havas qilgan. İnşallah
Alloh taologa hamdu sano aytamanki, domlani bizga biz bu yerga bitay deganda keldik xolos. Biz bitirganimiz yo'q, biz hech narsa qilganimiz yo'q. Men hech narsa qilganim yo'q deyman. Husn akam shunday ta'riflayapti, lekin men hech narsa qilmadim. Bu yerda birga sherik bo'lib turdik xolos. Ha aka, bu yerda bitiramiz inshaalloh deb birga turdik xolos. Bu yerda hech narsa qilganimiz yo'q. Biz mehnatimiz yo'q bu yerda deyman. Men ustoz Sherali domlaga rosa havas qilganman. Domlani xizmatini alhamdulillah shunday masjidni bitirishligiga, mana shunday xizmatni berganiga alhamdulillah shukronalar aytaman. Ana shunday xizmatni menga berdi. Siz azizlar bilan bundan buyog'iga inshaalloh oxirgi nafasimizcha bu yerda qancha xizmat qilamiz, o'sha xizmatimizni oxirigacha siz azizlar bilan yelkama-yelka turib, inshaalloh bu yerda va'da beraman. Alloh taoloning roziligi uchun mana shu yerda xizmat qilishga inshaalloh men va'da beraman. Doimo bu yerda meni atrofimda turgan hoji bolalar barchalariga rahmat aytaman. Bu yerda menga tirga bo'lgan Rasul buvam, Baxtiyor hoji buvam, Ilhom hoji buvam va bu yerdagi Aljon qori buvam barchalariga kattadan minnatdorchilik bildiraman. Husnul akam, katta rahmat sizga, Xudo rozi bo'lsin. Alloh taolo bunday xizmatni o'zi bardavom aylasin inshaalloh. Mana Domlani to'nini berib yuborasizlar. Domla sizga ham katta rahmat. Alloh sizni yaxshi ko'ribdiki, shu xizmatga qo'yibdi. Xudoyo ko'p yillar xizmat qilib yuring. Azizlarim, boshida aytganimdek, ahli ilm domlalarimiz oldida bu joyga chiqib gapirishlik to'g'risi oson emas-da, chunki nazardan qolishlikdan shu darajada qo'rqamanki, bu xizmatlar qabul bo'lmay qolishidan ham qo'rqaman. Chunki nazar bor narsa, buni o'zlaring bilasizlar, kattalar bizga o'rgatib kelgansizlar. Bunday qarasam, biron bir xizmat aytsak, labbay degan ukalarim, akalarim o'tiribdi-da, hammalaringga kattadan katta rahmat. Ertaga Xudo xolisa qiyomat kuni shu domlam aytayapti-ku, va'da beraman deyapti. Men Robbi taolaga hammalariga va'da beraman, ismlaringni birma-bir aytib chiqishga imkonimiz bo'ladi. Hammalaringni ismlaring bilan, otalaringni ismlaring bilan aytishlikka Xudo nasib qilsin. İçlaringda hoji ukalarim o'tiribdi. Pul bilan bitmaydigan xizmatlar qilishganlar. Xudoyo tadbirkorlik ishlariga baraka bersin. Ko'ngillar sultoni jamoasini Elbek domlar tanlagan uchun domlamizga ham katta rahmat. Bizni nomoya amal daftarimizga Xudoyo qabul bo'lgan xizmat deb yozib qo'ygan bo'lsin. Bizni orqamizda 30lab, 40lab yigitlar bor. Xolis, ko'ngilli yigitlar bor-da, hamma husniddin deyaveradi. Lekin bular orqa fonda qolib ketishadi. Ilohim ertaga Xudoning huzurida oldi fonda bo'lsin, azizlarim, duo qilinglar. Bizni ichimizda, qalbimizda rahmat aytishimiz kerak bo'lgan gaplar juda ham ko'p-u. Haliga aytgan, ertaga Xudoning huzurida aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin. Barchalarimizni ushbu Baytullohga shu yerni bitganligini eshitib, bugunlik kundagi xursandlik kunlaridan boxabar bo'lib, bu nomlari zikr bo'lgan, yana qancha kishilarning nomi zikr bo'lmaganlar, bu zikr bo'lgandan ham ko'p. Bu chakana bu masjidni buni ko'rib turibmiz hashamatini. Bunga endi ancha Xudoning do'stlari hissa qo'shgan. Albatta birinchi o'rinda mana yerini bergan kishini ko'rdik. Men o'ylaymanki, bu yerda o'tirgan kishilar hammani ko'zi hozir shu yerdagi ustalarimizdan tortib shunga hissa qo'shgan zotlarini ko'rib qalblarimiz quvonib, hammamiz shularni havas qilib turibmiz. Alloh siz bilan bizga ham zurriyotlarimizdan Xudo shunaqa zotlarni Xudo chiqarsin. Xudoning baytini obod qiladigan, quradigan shunaqa zotlarni Xudo chiqarsin. Shu umidlar bilan keldik. Shularni eshitib, ko'rib, shularni havas qilib hammamiz o'tiribmiz. Alloh jalla va alo ish qilib qalblarimizdagi quvonchni, qalblarimizdagi orzu umidlarimizni Xudo ro'yobga chiqarsin. Modomiki hayotda bor ekanmiz, barakotli umr berib, Xudo siz bilan bizga ham shunaqa maqomlarni Alloh nasib etsin. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Sahobiy ikromlarning ichlarida
afzal amal to'g'risida bahs bo'lib qoldi. Eng afzal amal qaysi deganda, birlari namozni vaqtida o'qish desa, birlari ota-onaga xizmat qilish, birlari vatanni, dinni himoyasi uchun jonini, molini fido qilish. Shunga o'xshagan ko'p javoblarning ichida Hazrati Ali karramallohu vajhiga kelganda amallarning eng yaxshisi maqbul bo'lgani deb javob qilganlar. Azizlar, ilohim bu yerda endi aytmasa bo'lmaydigan darajada ko'pchilikka bir ibrat bo'lsin, ko'pchilik shundan bir o'rnak olsin, oldiga bir maqsad qo'ysin. Umr o'tib ketib qolyapti. Men shu 40 ga kirdim, 50 ga kirdim, 60 ga kirdim, nima ish qildim hayotda degan bir qalbiga bir savol tushib, har bir kishi oldiga bir yaxshi maqsadlarni qo'ysin degan maqsad bilan ba'zi bir kishilar nomini zikr qilib aytib o'tishdi-da. Alloh rozi bo'lsin. Zikr qilinmaganlar juda ko'p. Ammo nomini aytilganlar maşallah, Alloh qabul qilsin. Demak, eng maqbuli shu eng ma'quli qabul bo'lgan amal ekan. U amal ho kichkina bo'lsin, ho katta bo'lsin. Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan hadisni ko'p eshitganmiz. Qaldirg'och degan qush hammamizga ma'lum. Yozda kelib qoladi, qishda ketib qoladi. Shu o'ziga in qurishligini og'zida bitta danakdan narsa. Danakni ham juda kichkinasi, u katta danak emas. Judayam kichkina bir danakni singanin misqolchalik narsani og'zida olib kelib in qurib o'shani bitkazishligini ko'pincha hammamiz guvoh bo'lamiz. Shunga e'tibor qilib tursak, shuni ko'zimiz bilan ko'rib shunga guvoh bo'lamiz. Hadisi sharifda shuni misol qildilar. Qarang, andak narsani Allohning baytiga xulus niyat bilan Allohning roziligini topaman deb oxiratdagi bo'ladigan qizil yoqutlik va'da qilingan qasrni Xudo taolo menga ato qiladi degan umidvorlik bilan o'sha qaldirg'ochni og'zidagi misqolchalik narsani shu Baytullohga kim qalbi salim bilan, muhabbat bilan, ixlos bilan qo'ygan kishilar ham Robbil Izza mana shunday va'dalarni qilyapti. Ilohim bu zotlarga bu yerga ruxsat qilib mutasaddi rahbarlaru shu jamoani, shu yerdagi musulmonlarni zavq shavqini, bularning ehtiyojini, bularga masjidni zarurligini bilib, his qilib, o'z vazifasida chiroyli iymoni e'tiqoddan kelib chiqib, bunga chiroyli sharoit qilib, ruxsat qilib, mana shu bugungi kunda mana shunday masjidlar qod ko'tarishlikdagi barcha zotlarni hammalarini Alloh o'zi rozi bo'lsin. Barakotli umr bersin ilohim. Barakotli umr bersin. Umrlari doim mana shu Baytullohni ma'naviy obod qilishlikka endi Xudo taolo muvaffaq qilsin. Qur'oni Karimda innama ya'muru masojidalloh degan Alloh taoloni baytini obod qiladigan zotlar degan joyda azizlar mana shu safni zikr qilingan tafsirlarda. Hayya ala solah deganda shu Baytullohni tasbih tahlil bilan shoshilib shu jamoatga hozir bo'lishlik bilan muhtaram domlamizdan bir dona bo'lsa ham hadis eshitsam, bir masala bilib dinimni o'rgansam ekan, mukammal qilsam ekan degan zotlar haqida nozil bo'lgan u oyat. Endi masjid butgan bilan bu ishlar hammasi o'sha ma'naviy obod qilishlikka zamin endi bu. Albatta eshikda o'tirib bir xotirjam bemalol ibodat qila olmaymiz-ku. Yomg'ir bor, qor bor, shamol bor. Mana endi shunga zamin yaratildi, ma'naviy endi Robbil Izzaga o'ziga maqbul bo'ladigan namozxonni axloqini muhtaram domlamizdan o'rganamiz endi. Baxtinaga mana Alloh berdi degan o'zi yosh navqiron yigitni ham Xudo sizlarga nasib qildi. Muborak bo'lsin. Baytulloh ham muborak bo'lsin. Bu domlamiz ham muborak bo'lsin. Bunga endi ancha mehnat kerak bu yerda. Ancha
Estaiz billah innas solata tanha anil fahshoyi val munkar deb Xudo bu namozni ta'riflayapti. Xudo taolo namoz kishini albatta fahsh, yaramas, shariatga xilof bo'lgan munkar narsalardan namoz qaytaradi. Ya'ni namoz tarbiyalayadi deyaptilar. Hammamizga Xudo taolo avvalambor masjidlarni to'lib toshib, saflarda jipiz turib, bir-birimizga muhabbat bilan bir ulug'larimiz bu yerda Xudoning do'stlari bor. O'sha bir kishini duosi ijobat bo'lishligining orqasidan hammamizning duolarimiz ijobat bo'ladi, maqsadimiz hosil bo'ladigan joy. Bu Baytulloh bu. Farzand tilagan odam ham, kasb-kori tijoratlarda kasod bo'lgan ham nimaiki orzu umidlari, ota-onam hayot ularni men hajga, umraga olib berishim kerak. Men ham shu umidvorman Parvardigor deb boshini sajdaga qo'yib so'rayotgan yigitlarni ham hammasi maqsadi duosi ijobat bo'ladigan joy shu. Mana shu joy dunyo oxirat saodati kafolatlangan joy azizlar. Endi biz haqiqiy namozxonlik xulqida xulqlanishimiz eng muhim, eng zarur. Hammamizga shu narsa mana muhtaram domlarimizning xizmatlarini evaziga inshaalloh bu narsalarga endi hammamiz bel boylaymiz, harakat qilamiz. Shundoq masjidni Xudo siz bilan bizga nasib qilib mana bugungi kunda hamma ko'rgan odam havas qiladigan holat bo'libdi. Bundan buyog'ida endi ma'naviy shakllansin qalbimizda iymon, Qur'onni xulqini bayon qilib beradilar domlamiz. Qur'on xulqi bilan, musulmonni xulqi bilan, mo'minni axloqi bilan hammamiz xulqlanishlikni Xudo hammamizga nasib ro'zi aylasin. Alloh jalla va ala o'zi qabuli dargoh qilsin azizlar. Xuftan namoz ham bo'lib qoldimi vaqti? Bo'ldimi vaqt? Ha. Hay, bularning haqqiga bo'lmasa duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh ajri azim bersin. Azizlar, Baliqchi deganda bu yerda Abdug'oppor hoji dadamiz bilan taniganmiz Baliqchini. Rijol, Qur'onda rijol deb zikr qilgan zotlar, haqiqiy erkaklar deb zikr qilgan zotlar bor Qur'onda. Ularni hech dunyo ishlari Allohning zikridan to'sib qo'ymaydi degan. O'sha zikr, o'sha rijollardan biz tanigan, biz Baliqchini taniganimizda ana shu Abdug'oppor hoji dadalarimizni taniganmiz. Bugungi kunda mana Adhamjon domlamiz bu yerda. Mana o'tibdilar, qancha xizmat qilganlar. Mana Elbek domlamiz bu yerdagi mana yigitlar, mana hammalari shu yerda hozir bo'lib turishibdi. Shu zotlarni endi o'sha o'tgangi salaf, o'tgangi zotlarimizni iymoni, e'tiqodi, ixlos aqidasini Xudo bersin. Rushdi hidoyat, el yurtga namuna bo'ladigan zot. Bu yerda mana bu yigitni hozir ismdan chiqib turibdi. Ismingiz nima edi? Mirjalol yigit bor. Yaxshi olim bo'ldi mana. Bu Baliqchi deganda shu Mirjalol ham ismi keladi. Mashalloh, yaxshi olim bo'ldi. Shunaqa olimlar chiqdi. Shundoq mana Husniddin birodarimizni shu yerda zikr qilib o'tyapti. Har bittasi o'sha zotlar, men aytgan zotlarning o'rniga qoyim maqom shular, Xudo xolasa. Bularni masjid uchun qilgan himmati, yetim yesirlarga bu Husniddinni birodarimizni, Rustamjon domlamiz shu irshodi bilan, o'sha zotni tarbiyasi bilan mana shunday zotlarni Baliqchidan chiqargan. Bularni qilyapgan kecha-yu kunduz shu yerni ravnaqi, yetim yesirlardan boxabar bo'lgan, masjidlarni obod qilgan, hamma xayri ishlarni da peshvo bo'lib turgan. Albatta o'zlari aytib o'tdilar, atroflarida 20-30 ta bu kishiga nihoyatda labbay deb turgan zotlar bor. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Ilohim hammamizga ham mana shunaqa Alloh rozi bo'ladigan amallarni, Baytulloh bo'ladimi, dinni targ'iboti, dinni yaxshi tushunish, ulamolarga hurmat qilish, peshvolarimizga ergashish, shularning nasihatidan bahramand bo'lish, ilohim shularni qalban yaxshi ko'rishlikni Xudo hammamizga nasib etsin.
ilohim o'zini shariatida istiqomat bilan hayot kechirishlikni Alloh nasib etsin. Bu masjidga xizmat qilgan ustalarimiz, bunga labbay deb seminmidi, temirmidi hamma narsani yetkazib kelgan zotlar, ey bor Xudoyo, hammasini o'zing bilib turgan zotsan. Sen shundoq zotsanki, bandani kichkina bir amaliga olam mukofot beradigan zotsan. Bularni zurriyotidan to qiyomatgacha ana shunaqa baytingni obod qiladigan zotlarni chiqargin. Kasbu koru tijoratlariga ham ulkan barakot bergin. Mana bu Alloh berdi, domlamiz yosh turib muqtado bo'pti. Dadalarni hozir anida ziyorat qildik, maşalloh. Alloh barakotli umr bersin. Ota-onasi huzuri rohatini ko'rsin. Hammamizga mana shunaqa muqtado bo'ladigan, ko'zimiz quvonadigan, oxiratda boshimizga izzat tojini kiydiradigan farzandlarni Xudo ato etsin. Xususan shu masjidga faol xizmat qilgan zotlarni zurriyotlaridan ana shunaqa zotlarni Xudo chiqarsin. Bosib kelgan qadamlarimizga Alloh ajr azim bergin. Parvardigor sendan yolborib so'raymiz. Bu ne'mat hammasi tinchlik, omonlikdan kelib chiqqan ne'mat. Bu tinchlik, omonlik ne'mati buyuk ne'mat azizlar. Shuni orqasidan uyimiz, xonadonimiz bor, oilamiz bor, xotirjam rohatimiz bor. Baytulloh bor, ulug'larimizning suhbati bor, yori do'stlarning bazmi bor. Alloh hammasi yurtni tinchligini jihatidan ana shu buyuk ne'matning orqasidan bizga shu ne'matlarni berib turibsan. Ilohim bu buyuk ne'matga bugunlik kunda ega bo'la olmagan, bugunlik kunda na uni uyi bor, na masjidi bor, na oilasi davrasi bor. Ana shundoq bo'lgan yer yuzidagi mo'min musulmonlarga ham bizga bergan ne'matingni Alloh ularga ham ato qilgin. Yer yuziga tinchlik, amniyatni Xudo o'zing barqaror qilgin. Bizga esa bu ne'matni avaylab asrashlikda, buning uchun seni rizoligingni oqtarib, sen rozi bo'ladigan holatda hayot kechirishligimizni Xudo barchalarimizga nasib ro'zi aylagin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Birahmetika ya arhamar rohimin. Masjidimizni yanada kengroq bo'lishligi uchun Abdulqodir aka deyaptilar, shu Baytullohni buni hashamatini ko'rib, buni sahnasi ham kattaroq bo'lish kerak deb yana qo'shimcha yerlarni bergan zotlar bor ekan. Adhamjon domlamizni duolar aytgan joylari eski qadimgi masjid. Shu masjidni ruxsati endi chiqibdi ekan azizlar. Alloh jalla va ala o'shalarga ham xuddi mana shuni yerini kengaytiradigan zotlar, alohida yer beradigan zotlar, shu masjidni singarin faol, haqiqiy bir oxiratga oshiq bo'lgan Robbil Izzani rizosini oqtargan zotlarni Xudo chiqarsin. Avvalambor unga ruxsat berganlardan Alloh rozi bo'lsin. Qolaversa tez kunlarda mana shunday masjid qad ko'tarishlikni Xudo nasib ro'zi aylasin. Allohdan shuni so'raymiz. Azizlar, men juda bu Baliqchiga, Chinovatga ham juda ko'p kelaman. Ko'zim quvonadi. Jo'rabek domlamizning xizmatlari hozir. Umuman mana shu joydagi Baliqchiyu shu Chinovat atrofidagi mana Abduqahhor domlamiz o'tiribdilar. Shu domlalarni ko'rib men hayotda havas qilaman. Bularni ahil inoqligidan xursand bo'laman, e'tiqodi, muhabbatidan xursand bo'laman. El uchun, elni hidoyati uchun surati va siyratida chiroyli bir havas qiladigan holat bor azizlar. Shu Jo'rabek domlamiz, bu Andijondagi vakillikdagi qozi domlalarimiz, umuman muqtado bo'lib turgan, peshvo bo'lib turgan, ayniqsa bu yerda bir qorimiz borlar, Abduqahhor qori, oxirida bir Qur'on eshitamiz azizlar. Shu zotlarni avaylab asraylik azizlar. Shularni Xudo uchun yaxshi ko'raylik azizlar, duo qilaylik. Xudo uchun yaxshi ko'raylik, shu zotlarga barakotli umr bersin, peshvo bo'lsin, shariat va tariqatda peshvo bo'lsin. Ilohim shularni yaxshi ko'rganligimizdan bizni zurriyotlarimizdan ham mana shunaqa zotlarni Xudo chiqarsin. Alloh salomat.